O'zim ham laxim ochilguncha eng zo'r sotiladigan narsa bu lavash bo'lsa kerak. Hamma lavashni yoqtiradi desam, bu boshqa narsa edi. Bugungi kunda laximda eng ko'p sotilayotgan narsa nima bilasizlarmi? Bu danar bo'lyapti. Hozir danardan bitta o'zimga tayyorlab yeb ko'raman. Nima uchun odamlarga bu yoqadi? Qani ko'ramiz. Qaranglar, bu bulchka emas, haqiqiy tandirda yopilgan lepyoshka. Tosterga qo'yib qizdirib olamiz. Qizdirilgan lepyoshkalarimizni orasini ochamiz. Yetib borish uchun mana qizigan nonlarimizga pomidorchalar, bodringchalardan solamiz. Ne souslarimiz bor. Oq sous. Sochni go'shtlarimizdan tashlab yuboramiz. Yanada sochni chiqish uchun qizil sousdan ham bitta solamiz. Vah. Svejiy pomidor bodringlari, naturalniy souslari tayyor holati. Mana soklari bilan. Bismillah.